Og'liq qadrini bil, xasta bo'lmas. Yana shu xotinmi deyman-da. Alo. Alo, jonim, mashinam yana buzilib qoldi. Endi nima qilaman? Ha? Yana mashinang buzilib qoldimi? Böyle, hozir boraman. Yana, xudo, bezor qildi. Oh. Yana telefon keldi. Alo. Alo, jonim, qayrasiz? 2 soatdan beri kutib o'tiribman sizni. Xotin, bera juda ham odam klient ko'p kelgan. O'san lokatsiyaga yuboraman. Tez kishira bo'ldi. Ishingni hammasini hal qilib beraman, keyin sendan qutulaman-da. Turing o'rningizdan. Voh, xotinjon, iltimos sendan. Senga qanaqa mashina kerak? Hozir hammasini eng zo'rini sen tanlab beraman. Bo'ldimi? Qutulaman sendan keyin. Ha! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zlashimi? Shu tanishtirib o'tiring bir Xo'p. ayolimga jentrami, tanlagan mashina olib bera, arzonroq, arzon deb eshitdik. Qani tanishtiring qani? 22 avtomobil bezuki bor, 4 ta yangi balon, metani bor, radnon. Narxini 13.200 beraman. 13.200 dollar. Keyingisi Ana. O'sh, avtomat bu ham 24 bo'lgan, nima o'sha qilasiz, qara. Hamma ish qilingan. Qonun 3 million olib qilingan. Aha. 14 ming beraman. 14 ming dollar. Keyingisi 22 avtomat, duga bez, hamma ish qilingan, ham qop-qora. O'sh, narxini 14 ming beraman. 14 ming. Navbatdagisi. Bu ham 20 avtomat, 13.300 ga beraman. 13.300 dollar. Keyingisi ham avtomat, 23 ga 24 avtomat, qora. Hamma ish qilingan. 13.700 ga beraman. 13.700. Ye qo'yil. Xotinjon, qaysi biri sen ma'qul bo'ldi? Ayt. Dadajonisi, ana bu mashina men Ha, qap-qara. O'ktam aka. Tamom. Baraka bo'ldi bu. Baraka. Arzonligi uchun saloningizda. Dadajonisi, ana shu yerdagi barcha mashinalarimiz aksiyaga ketayotgan ekan. Onajonimga ham olaylik. Mayli, onajonlarimiz sog' bo'lsin. Olay, qolganini ayirib olay. Ana sizni ham xotinlar shuna boshda o'rtobdimi? Endi yechimichi shundan Buxorodan kelasizlar. Birinchi kaltodan chap tarafida Jondor Lider avtosalondan kelasizlar. Qolganingizni ayirib olib beradi xotiningizga. Tamom, ishingiz hal bo'ladi, qoladi. Barchalar Jondor Lider avtosaloniga kutib qolamiz. Yo'q, hali. Já живем, курим и пьем.